san'atkor Sherali Jo'rayev ayollardan bunaqa yomonliklar chiqadi deb o'ylamayman, chunki har qanaqa buyuk erkakni yonida buyuk ayoli bo'ladi. Shu bugun sudga chaqirishdi, yana shu Sherali Jo'rayev mojarosi. Men Sherali Jo'rayevni xotirlab bir ishlash uchun aytmagandim. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborishning yangi va qulay usulini qidiryapsizmi? Tenge Pay ilovasi orqali O'zbekistondagi Humo, Uzcard va Visa kartalariga bir zumda pul yuboring. Bundan tashqari O'zbekistonga AQSh dollarida naqd pul yuborish imkoniyati ham mavjud. Hattoki Rossiyadan turib O'zbekistondagi kommunal va boshqa to'lovlarni ham onlayn amalga oshirishingiz mumkin. Bularning barchasi bitta ilova ichida. Tez, qulay va ishonchli. Tenge Pay ilovasini yuklab oling va pul yuborishning yangi darajasini sinab ko'ring. Tenge Pay yaqinlaringizga yanada yaqinroq. O'zbek estradida navbatdagi shov-shuvli sud jarayoni. Sardor Mamadaliyev marhum xonanda O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning qo'shig'ini ijro etgani uchun sudga berildi. Sardor Mamadaliyevning o'zi bergan xabarga ko'ra, u mualliflik huquqini buzganlikda ayblanib, endi $20 ming miqdorida jarima to'lash kerak bo'ladi. San'atkor bu haqda gapirar ekan, vaziyatda afsusli ekanligini yashirmadi. Xo'sh, ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini qayta kuylash uchun beriladigan bu kabi katta jarimalar to'g'rimi yoki bu san'atga bo'lgan bosimmi? Siz bu vaziyatga qanday qaraysiz? Sardor Mamadaliyev haqmi yoki mualliflik huquqi egalari? O'z fikringizni izohlarda qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugun sudga chaqirishdi, yana shu Sherali Jo'rayev. Bu safar $500 minimalga, ya'ni $20 ming yaqin ma'naviy zarar deymiz endi buni yoki bir tovon puli deyishadimi, shunaqa so'rashyapti. Endi men bitta narsadan mantiq topa olmayapman-da. Bitta insonni hurmat qilib, qo'shig'ini yaxshi ko'rib, o'tgan kunida xotirlab Chotki TV'dagi Abduvos akaning iltimosiga binoan ijro qilgandim. Abduvos akam o'zim hal qilaman dedilar, biratan hammani yo'qlar. Telefonni ham ko'tarmayaptilar. Endi men Sherali Jo'rayevni xotirlab bir pul ishlash uchun aytmagandim to'g'risi. Muhabbatimiz bo'lgani uchun shu zotga ijro qilgandik. Endi ijro qilishga ham qo'rqib qoldik. Andijonda Sherali Jo'rayev maktabi ochildi. Bular nima qiladi? Sherali Jo'rayev maktabida o'qib turib, keyin aytolmaydi shu bilan. Men o'ylayman, bunaqa bir ashula aytadigan qalbdan yoki bo'lmasa bir buyuk san'atkor Sherali Jo'rayevni ayollardan bunaqa yomonliklar chiqadi deb o'ylamayman, chunki har qanaqa buyuk erkakni yonida buyuk ayoli bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, bulardan chiqyapti bu fikrlar deb o'ylamayman. Bu darajadagi qattiq ushlab olishi o'sha yonlarida kimdir bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shunaqa bir anamiz kuchlar deymizmi bular. Endi shtrafga keladigan bo'lsak, Chotki TV kanaliga qo'yildi, 1 soat turdi. Ular ham bir tiyin pul ishlamagan bu yerda prosmotrdan. Men umuman kanalimga qo'ymaganman. Bu qo'shiqlarni bu darajada qattiq ushlab olib, avtorskiy deyish men o'ylayman noto'g'ri deb o'ylayman, chunki mana Yulduz Usmonova, Muxtor Xoliqov, Ozodbek Nazarbek, Farruh Zokirovning qo'shiqlarisiz, umuman ko'p ustozlarning qo'shiqlarisiz to'ylar, konsertlar o'tmaydi. Nimaga ular unaqa qilmayapti? O'ylayman, bunaqa ishlarni to'xtatish kerak, bir 5 kunlik dunyoni nazar qilib, keyinga keng, tog'ga tog' bo'lib, bunaqa ishlar qilmaylik, kengga keng bo'lib yashaylik. Давайте жить дружно, deydi. Do'st bo'lib yashaylik.